8 mart bayrami yaqinlashyapti, xotin-qizlar bayrami, xalqaro bayram. Mana shu kutubxonani xodimlarining deyarli hammasi xotin-qizlar. Mana shu kutubxonani xotin-qizlar jamoasini 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin dilimdan tabriklayman. Hayotlariga baxt tilayman, saodat tilayman. Bundan keyin ham mana shu ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Qadrli mana shu axborot kutubxona markazini ayollari barchangizni o'sha 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Ko'p kelayotgan 8-mart kunini tabriklayman. Ishlaringizga yaxshi bo'lsin. Mana shu xonani yaqinlashib keladigan xotin-qizlar 8-mart bayramini chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat, go'zallik hech qachon farq etmasin. Har doim oilamizda, oilalarni baxtiga, farzandlar baxtiga sog' salomat bo'lib, nimaga deyapsan, ertaga yursin, bahor gullarida oshib yursin. Mana shu kelayotgan 8-mart bayramidan barcha xotin-qizlarni tabriklaymiz. Qizlarni va o'quvchilarni Kelayotgan 8-mart bayrami bilan hamma kutubxonachi opalarni tabriklayman. 8-mart bayrami bilan hamma kutubxonachi opalarni 8-mart bilan tabriklaymiz. Kelayotgan 8-mart bayrami bilan hamma xotin-qizlarni tabriklayman. Hamma ayol kishi, boshqa xotin-qizlar hammasini tabriklab qolaman. Ayniqsa shu kutubxonada ishchilar, ya'ni xodimlar, ayol kishilarni hammasini tabriklab